Mening qalbimda bu Şinjan futboluningki Jungo futbolining kelgusini ko'rsatdi. O'z yonidan ma'lum chiqarib kelgan bolalar. Korla Ayman komandasi man qara. Topni bilamsizlar, sizlar topni uqamsizlar, bunda futbolni bilamsizlar. Tip baqqanmi, o'ynab baqqanmi? Ma Korluchu qila xil Ravrus shahar. Şinjanda emas, Korluchu qila shu memleket tavasi nomi bor madaniyatli shahar, mavu shahar aholisi mu pek madaniyatlik, sapalik. Anondan keyin Korludan xil Ravrus komandalar bordi. Ni xil Ravrus top tepadigan Ravrus futbolchi bolalarni yetishtirib, ishkirda chet ellarda top tepatadimi? Bir oy, 2 oy burun qala tashviqotini qilib, biz mundaq boramiz. Ammo musobaqaga boradigan Ravrus o'g'illar bormi? Bizning qo'llaydigan korxona bormi deb shu chaqda tashviqotdan qilsam olmamdi. 2 kun qolgan chaqda hammadan o'zing ish bilan aldirash tursa, sening ishingga ko'ngil bilamdi. Cho'qla hamma quvonni qisib, sekirib uxlashchimi, ishingni qilish berib, top tepim demay bu yerda. Korlu komandasının nəticələrini görüb həqiqətən jütdiklərini məsxər qılğan, xapılğan işlib boldu şundamı? Şunda oldu. Unda olsa aşçılığı xapılğan, məsxər qılğan, mən pul çıxarğan bolsam, mən komanda təşkil edən bolsam, anda oltum degan adam nə ketdi? Şundamı? Şu doğru. Şuna biz bu bilən Korlu komandasındakı ballardan qattiq rənjiməskimiz kerak dostlar. Bir işni ağzı qilishdan shuni əməliyyat cürət qilib chiqish eng muhim narsa. Bu ballar hamda gerçi bek etidan ziyod kasbiy topchimizmi? Bizning jutdan biz bir vakillar musab qatnashdi degan mana shunday jur'atiga, g'ayratiga biz aprini o'qishimiz kerak. Butun to'rda ko'rayotgan barliq do'stlar, mush bolalarningki mush musobaqaga kelgan irodasiga cho'qim biz rag'batlantirishimiz, madadlantirishimiz kerak do'stlar. Musobaqa ikkinchi, do'stlik birinchi. Ehtimal shu filmni ko'rayotgan nurg'un ko'rliq qarinat xalqimizni voy sen ko'rliqning yuzini tushading. Voy sen ani qilding. Biz mandat təşkil edən bolsaq mandat oldu deyişinlər mümkün. Lakin müş nəticəni yağı yıllardan buyan qımındaq çox müsabiqələrdə taq Korludan məsələn məyli Ağçılıq olsun, məyli Qaşqarlıq olsun da qatnışıb baxmıdı şunami. Demək bu ballar işini içmədi. İhtimal şu Korluq dostlar, nurg'un dostlar, məyli futbolçu cəmiyyəti olsun, nurg'un şu futbolda aldığın yollar olsun. Xəp, ikinci yılsa qarşı buyağa çoxam en küçük olab, şu Korlu'nunki şu yüzünü götürme istediğim bir irade geldi dep oylayma. Bu yaxşı iş mi? Yaxşı başlanış. Ben hem de müsabaqa başlanğan tat hazırgacha sizlar kelib hazırgacha tuzuk ko'ngillar tulamıdım. Özüm aldığınlar bağlan. Sizlarni bir taklif qilgan shundaymi? To'g'ri. Hem de yo'q keldinglar, tamoqlaringni o'rlashtirib berdim shunami? Andiki yataqlaringni bizniki Qashqarlik bir akamiz o'rlashtiribdi. Bu bolalarım asa emas do'stlar. Endi mushu kiyim kechak deymiz, yemek ichmak deymiz. Endi o'z pulchi bo'lib, nurg'un do'stlarning yardım bilan qilgan komanda. Amaliyotda Korluda pul yo'q, adammi yo'q. Pulchi qadamni qilib bor. Shunami? Mushundaq bir biz Korluq berib film ishlab, mush Korluq bolalar Qashqarga qatnashdi degan vaqtda nurg'un do'stlar ehtimol beparvo qirg'in bo'lishi mumkin. Lekin sizlarningki g'ayratinglarga mana shundoq o'g'aldek turib, futurvasak mana biz qatnashimizda chiqqanlarga mana men o'zim intayin qo'l qo'yman. Hech qisi yo'q, futur etishning o'zi bir natija. Bizni ko'z qilmaydiganlar jiqilishi mumkin. Lekin biz qila olganni shu bizni ko'z qilmaydiganlar qilib boqmadi. Mayli futinglar, mayli futuringlar. Demak, endi buningkin ko'rilib futbolchiligi yana bir balda taraqqiyot qilishga asos oldinglar. Bugun men quruq kelmadim. Tunugun bizning cho'chak komandasiga bir azroq bir xarajat bilan yordam qilgan ash bolalarmi, cho'chak komandasining bolalarimi intayin qiyinchilikda o'zaro pulishib kelgan bolalar. Ma'vo mening o'zimningki shaxsiy ko'nglim. Ma'vo 2100 pul bir ketkicha shuni bilan bir texnik tamoqni bir o'tay yeb. Bo'ldi. Ravr sen bir yopog'ini kepsizlar, men mehmon qilay desam, ishlarim aldirash taxmin qilib kelman. Ozgina ko'nglim. Rahmat. Lekin xotirjam bo'laman, mukofot so'mman 35 ming puldan bir naqlab qo'ydim. Bu yerga kelgandan shu yo'purg' xalqimi, Qashqar xalqimi bak mehmondo'st shundoq qo'yni kang ashtaq yaxshi xalq. Masalan, Ming yo'l oshxona sizlarning tamqonlarni ta'minlabdi, Qashqarlik akamiz sizlarning tamqonlarni ta'minlabdi. Andikin Ko'rildiki Ming yo'l oshxonasi mashhur ya'ni tamqonni ta'minlabdi. Yana-chi? Yana bizningki gitar shahzodimiz bizningki kiyimimizni berdi. Kiyim kechaklarni berdi. Sizlar mana shu paytda vaqtida Ko'rli xalqiningki buningki mush futbolga bo'lgan e'tiborini texmi qo'zg'ab, g'idiqlab, buningki ishlama Ko'rildan texmi yaxshi topchilar bizga kelib, menlar cho'ng musobaqalarda yaxshi natija erishishga asas yaratganlar deb o'ylayman.
Hamda shu ko'rliq bag'anda, bular ko'rliq do'stlar, bizning bu inlarimizni ranjimanglar oson emas. Mush sovuqda o'zaro bir-biriga yordamlashib, o'zaro pul yig'ish qilib, ko'rilgan yerdan Qashqarga kelib, mush vakillar musobaqa o'ynash bunday oson ish emas. Nurg'un gaplarni, sesli gaplarni, ta'ni gaplarni qilayotgan do'stlar kelib, siz tashkillab qatnashib baqsangiz, siz tek baqsangiz lekin qilolmaysizlar. Lekin ma ballar qildi. Mana shu ballarninki g'ayratiga Aprel. Demak bu ballar yoshlik sirab bo'lmadi shunami? Unda cho'ng-cho'ng sandan ko'rdi. Ehtimol qaytgandan keyin teg'im g'ayrat kelib, shu yana bir yosh komanda tashkillab, bir o'xshaymiz ham qatnashimiz deydigan. Mana bunda o'y fikr bo'lishi mumkin. Shunami? To'g'ri. Intayin yaxshi. Shunga just qaytgandan keyin, shu bizningki shu ko'rlar Ayman komandasining shu ballarni oldiq gul ilib, shu ballarni qarshilab chiqinglar. Yaxshi muomala qilib, shu ballarni o'qdan mehmon qilib chiqinglar. Chunki bu ballar qattiq ko'rilning hech qanday yaning yuzini to'kil emas. Aksincha, shu ko'rilda bir odam meysin kirib, men qatnashay deb chiqma ahvolasida, biz vakillar bo'ladi deb shu musobaqa kelgan. Musobaqa deganda do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi. Mana bu prinsipni endi ishlab ekan. Endi mag'lubiyat g'albining anisi. Men endi tirishib, yana jiq pul tepib, kasbiy topchilarni taklif qilib, kelarkini puxta tayyorlik qilib. Sizlar hammalar shu ko'rilning o'zidan-ku. Asasen ko'rilning o'zidan. To'g'ri. Aman bir kun shu Qashqa lo'nqisining chempionligini qo'lga keltirib, lo'nqini yana o'zim ko'tarmay turib, shu ko'rliq olib turib, ashada shu ko'pchilik bilan birga ko'tiramiz. Tanıştırdı ko'rliq komandasini avvaldan, ko'rilmay komandasini avval tanıştırdı. Qilcha o'ziga nim qilmasdan, kishilarimiz zavliq etami, deb kishilarni haqorat qilamiz deb o'tmasdan, milliy ruhiy ahvolni dedi. Men qattiq ta'sirlandim. Bu yat filmni ko'rishim nech qadar ko'zlarimda yosh keldi. Bu bolalarniki javliyasi yo'q. Javliyasi yo'q komandalarda. Iqtisodiy jihatdan qo'llag'uchisi yo'q. Mushtaqli komandalarda. Bu bolalar emli ahvol tanıştırdı bir mo'jiza. 12 adam musobaqa ketdi. 12 adam bir komandada 12 odamning kelishi intayin bu binurg'on ahvol. Eng to'yon bo'lgandim 17 adam kelish kerak, bo'lmasa 23 adam kelish kerak bir komandaning a'zolari to'liq musobaqa kelib, musobaqa uchun a'zo sanash saviyaga talab etish kerak. Lekin 12 adam kelgan. 12 bola o'zligidan mablag' chiqarishib, biz birlik Qashqa musobaqa qatnashimiz deb kelibdi. Buni munosabatli Karg'ancha ancha-muncha xabar topgandan keyin biz sizlarni qo'llaymiz, unimabdi yo'q, bizning sizlarning pulinglarni elib, musobaqa natija olg'idek bizda uncha nima yo'q. Biz pullarga yuz kelmaymiz, mablag'larni qabul qilmaymiz deb o'zdeki o'z yenidan pul chiqarib komandalar ketdi. Hozirga qadar men futbol tarixida manda bir voqeani uchratib boqmaganman. Cho'qim bularning mablag' jihatdan qo'llovchisi turniri bo'ladi. Kamida bir tenda hech bo'lmagan 3 turda manda bo'lgan ish bor. Buni o'shkadan qildinga birim turda yo'q. Bu bola o'zaro o'zi turnir, o'zi mablag' sanachilab qatnashgan, Qashqa musobaqasiga. Hatta 28-yillargacha 28-yillargacha barliq tamoq yopig'ida yetib qolgandan keyin tamoqlarni o'z-o'zlari qilgan. Ba'zanlar azanni taqdir, ba'zanlar qilbatga taqdir yotgan. Ularni maxsus mashinasi bilan to'ylar chiqib, chiqib tushadigan mashinasi bo'lmagan. O'zi xohlagan hatto ba'zanlar shu yotoq o'xshash bo'lmagan qatnashchilarga har xil yozib kelgan. Faqat maydon chiqqan komanda kiyimlaridan bir xil bo'lgan. Undan boshqa cho'ng kelgan doirlar soat kelib turgan ular narxlar yog'za mizg'ilalar turib bu bolalar bu musobaqa qatnashgan. 28 soat kelgandan keyin munosabatli ba'zi kishilar xabar topib ular tabqalar qilgan. Mashinistlar qilgan bir kilish yotiqdan maydongacha bo'lgan yotoq nimalarda